Muvaffaqiyat bu cheksiz rejalashtirish emas. Bu tavakkal va birinchi qadamdir. O'ylashni bas qil. Hoziroq harakatga tush. Siz hammasini bilasiz. Rejalaringiz tayyor, maqsadlaringiz aniq. Har kuni ertaga boshlayman deysiz, lekin nega hali ham joyingizda tepsinib turibsiz? Chunki siz o'ylash tuzog'iga tushib qolgansiz. Ongingiz sizni xavfsiz hududda saqlash uchun minglab bahonalar o'ylab topmoqda. Robert Entoni taqdim etadi. O'ylashni bas qil, harakatga tush. Bu shunchaki navbatdagi motivatsion kitob emas. Bu hayotingizni muzlagan nuqtadan siljituvchi aniq formula. Muallif 30 yillik tajribasi bilan isbotlaydi. Ijobiy fikrlashning o'zi yetarli emas. Bilish bu hali bajarish degani emas. Sizga ijobiy xayollar emas, aniq harakat strategiyasi kerak. Qo'rquvni yengishni, bahonalarni parchalashni va natijaga ishlashni o'rganing. O'zingizni aldashni to'xtating. Muvaffaqiyat bu cheksiz rejalashtirish emas, bu tavakkal va harakatdir. Robert Entoni o'ylashni bas qil, harakatga tush. Nima uchun aynan shu kitobni o'qish kerak? Bu kitob shunchaki maslahatlar to'plami emas. Bu sizning aniq dangasaligingizga qarshi yo'llangan zarbadir. Agar sizda ertaga qilaman degan kasallik bo'lsa, Robert Entoni uni davolash yo'lini biladi. Vaqt keldi. Sen tayyormisan? Kitobni o'qi va bugunoq birinchi qadamni tashla. Ushbu kitobni o'qishingizni tavsiya qilib qolamiz.